chiqish salfetini so'ribdi, ya'ni VVX. Chiqishi darajasi bo'ladi. Chiqishga moyillik, yarim chiqish davri, 100% chiqish davri va shu chiqish darajasiga qarab turib, oyoqni tos sohamizdan chiqish darajasiga qarab turib, uni lecheniyasi bo'ladi. Va uni lecheniyasini qanchalik davolamasangiz, darajasiga qarab turib alomatlari ham shuncha yomon bo'ladi. Aksari holatda bizga kelgan bemorlarda ko'pchiligi onalar shina taqishni xohlamaydi. Yoki gips qildirgandan keyin dalshi yana o'ziga shina freyka taqish kerak va darajasiga qarab turibdi. Taqishmaydi, bolam qiynalyapti, taqmay qo'ya qoldi, lekin keyinchalik asoratini bilishmaydi. Bizda bitta shunaqa voqea bo'lgan, ona bolaga shina taqmagan, qiynalgan bo'lganlar, "Rasa qiynalyapti bolam, yo'q, hech narsa qilmaydi" deganlar. Ya'ni bizda bor-ku shunaqa fikr. Hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi. Shuncha bola yuribdi deb bolasini solishtiradi, darajasiga ishonmaydi. Ya'ni vrach gapiga ishonmasdan turib, qo'shnilarini gapiga, qarindoshlarini gapiga ishonib turib lecheniya qilish